Yozda kechki sayr zo'r-a? Zo'r. Aytgancha eshitdingmi? Mahallada lunatik paydo bo'libdi. Nima edi u? Uxlayotgan joydan o'zidan o'zi yurib ketar ekan. Devorlarda yurar ekan, shiplada yurar ekan, tushunyapsanmi? Agar sen uni uyg'otadigan bo'lsang, o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun uydagilari eshiging tagiga qo'llatni solib qo'yar ekan. Qo'llatdan shunday bo'lsa, uyg'onib ketar ekan, tushunyapsanmi? Bo'pti, men ketdim. Nima doim yurikka g'ulg'ula solib qochasan? Bir kun meni sahar qilib o'ldirasan-da. Yana o'zim chalg'itib ketar ekanman-da. Sunnat to'yim zo'r bo'ladi. Sinfdoshlarim kelgan, o'qituvchilar hamma maqtagan o'sha kun. Ye! Burdami? Paket ekan. Yangi yilda ham to'yib ovqatlanardik. Sinfdoshlar bilan sumalak qilganda qizlar ham qolardi, zo'r paytlardi. Chista lunatik. Ye! Lunatiklar devorda yuradi-yudimi? Rosa ekan. Qo'rqib ketyapman. Xotin, darvozani och boshqa ichmayman. Lunatiklar rostdan turgan joyda uxlab qolar ekan. Men bunga yordam berishim kerak. Yomg'irdan boshqatdan kelyapti. Tapchikaning uchishga ta'sir qilmaydi-yu bo'lmasa. Uydagilar yordam bersa, menga nima? Tinchgina uyga ketsam bo'lmaydimi? O'zi qo'rqib o'tiribman. Ketdim uyga. O'z tapchika zechilaki yaxshi bo'lib ketadi hozir. O'zi oyoqdan ushatsan ham ushlamagina. Necha, uxlavering. Hozir o'zim uyg'otaman.